Mana Muhammadiy va Rohila opamiz bizga birinchi murojaat qilgan vaqtlari qaysi oyda keldingiz opa? Avgustda 5-sida. Avgust oyida kelgan edi. O'shanda kelgandagi holati ensefalopatiyasi bor edi, qalqonsimon bezda muammosi bor edi va juda tushkun holatda qabziyatlari bilan bizga murojaat qilgan edi. Hozirgi kunda mana 3-etapni tugatyapti. Holati 75% gacha yaxshilangan. Faqat ozgina qolyapti. Bunga ham opa sabrli bo'lasiz. Mana bemalol siz haj safariga borib kelishingiz mumkin. Holatingiz juda ham a'lo darajada. Kelgandagi holatingizni biz ko'rganda hozirgi holatingiz bilan solishtiryapmiz. Juda ham yaxshi nimangiz, natijangiz. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. O'zingiz ham yaxshi his qilyapsizmi? Albatta. Salgina shu nima bor? Bu ham o'tib ketadi nasib bo'lsa. Tilim bilan. Hozir men ikkinchi qayta ko'ringizni ham ko'rdim. Juda farqlarni o'zingizga ko'rsatib berdim. Doğu postli analizlaringizni. Farqlarini ko'rdingiz o'zingizda, to'g'rimi? Bemalol hajga borib, bizlarga ham bir eslab qo'ying. Albatta. Bizlarga ham shu borish nasib qilsin. Vujudim bilan sizlarni yaxshi ko'raman. Opa, sizni tabriklaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling doim. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga. Yo'llaringiz o'q bo'lsin. Yana Allohim yana chaqirsin. Katta ajrlarga ham chaqirsin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Minnatdorman, hammalaringizdan minnatdorman. Shu yerga kelib men ancha o'zimni tutib oldim. Faqat hozir hayajondaman. Yig'lab olishim mumkin, men yig'lab turibman. Juda ham yaxshi anaman, taassurotdaman. Bizlarning mahsulotlarimiz oilam deganda meni ham a'zo qilib qo'shib olganlaringizdan hammalaringizdan minnatdorman. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Inshaalloh borganlarimni faqat duo qilaman. Tarbiya bergan ota-onangizga rahmat, doktorjon. Shuni sizni yaxshi ko'raman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Hammalaringizni. Albatta bu yerga men eng birinchi Allohni o'zi yo'naltirdi, nima qildi. Allohimga hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud salomlar va salovatlar bo'lsin. Keyingi sababchi siz bo'ldingiz. Agar Alloh sizni mana shu yerga ravo qilmaganda banchadan qochib kelmas edingiz. Mana shunchalik Alloh yo'llariga banchadan qochib keldi. Odatdan joyingizdan qochib kelib, mana hozir shifo topdik. Allohga shukr. Yaqinda hali 3 kun bo'ldi, Oqtosh sanatoriyasidan keldim. Doktorlar sizga tan berdi. Gilam vrachlarigacha tan berdi-da, bu kishiga. Galmoni vrachi yana o'sha kishilar yana bu kishiga yo'naltirdi meni. Aytayapti-ku, opajonim dedi. Mana biz sizni tekshirib ko'rdik, lekin baribir galmoni vrachi sizni o'zi davolab bo'libdi. Oxirgi etapga qolganda endi yana vrachingizni oldiga borasiz. Yana keldi. Bizlarni asosiy qurolimiz Gano Excel korporatsiyasining mahsulotlari bu oliy navli mikronutrientlar hisoblanadi. Buni ichgan bemorlarimizni har qanaqasi kasalligi bo'lishidan qat'iy nazar faqat sabr qilib o'sha aytilgan tavsiyalarga amal qilib ichilsa, Xudo xolasa hamma yaxshi natija oladi. Shuning uchun sabrli bo'lish kerak, deyman-ku. Rahmat. Sog' bo'ling, yaxshi borib keling.